Assalomu alaykum. Iftorlikka nima qilishni o'ylayapsizmi? Unda shu shirinlikdan tayyorlab ko'ring, duoning tagida qolasiz. Uyda bor bo'lgan mahsulotlardan tayyorlanadi. Buning uchun 6 ta tuxum, 2 piyola shakar, 1 litr qatiq va yarim kosa yog' kerak bo'ladi. 2 kosada un, 3 qoshiq kakao va 2 choy qoshiq iste'mol sodasi solinadi. Tayyor bo'lgan massamizni 3 tala idishga bo'lib olamiz. Ko'rsatilgandek gaz duxovkada pishirib olamiz 200 gradusda. To'liq retseptni opisaniyada yozib qoldiraman. Men o'lchagan kosa va piyolalarga e'tibor bering, katta kichikligiga, shunda adashmaysiz. Bunday barakali, to'yimli shirinlik, mazali shirinlik tayyorlab ko'rsatganim uchun duolaringizda eslab qo'ysangiz bas.